Assalomu alaykum. Mini traktor ishqibozlari. Mana o'zi bitta 11-15imiz Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumaniga sotildi. Dastavka qilib beraman. Traktor jatkalar, seriozli jatkalar bilan jihozlangan. 1,5lik kardanda ishlaydi, silindrlik. Hech qanaqa remen, pimen bu yerda igrushka narsa yo'q. Kolxozning sistema yo'q bu yerda, tak zavodskoy hammasi. Arqon, parqon, tros, hech qanaqa bo'ylab qo'yadigan joy yo'q. Hammasi как положено silindrda ishlaydi. Silindrni kattaligidan ham ko'ryapsizlar. Bemalol, komfortni ishlatiladi. Mana reduktorlar o'zida. Traktorni mana orqasiga ham silindrlar o'zida turibdi. Komplektda bir o'nlik frezasi, ikki korpuslik plugi ham bor. Qo'shib ishlatsa bo'ladi. Balonlari kengayadigan dinamlari bor. Дополнительный serios dinamlar turibdi traktorda. Akkumulyatorga ko'tarib yurmaysizlar. 11.05larga o'xshab. Moshni beradi. Tablolarga ham e'tibor berasizlar. Oho. O'sh temperatura mana o'zi 43.9 ko'rsatyapti motor temperaturasi va akkumulyatorni volti dinamni ham напряжениясini ko'rsatadi. 11-15 komfort mana oynalar bilan jihozlangan. Mana bu yerda stoplari ham bunaqa multifilm emas, normalniy отраженияsi bor, отражатели bor stoplarni. Отражатели bor, kechqurunda. Gabarit. Pоворotniklari bor. Pоворotniklar normalniy o'zi pоворotnik orqada bo'ladi, traktorning pоворotnik orqasida bo'ladi. Traktor tanlashda shunisiga e'tibor berasizlar. Dajichi bunda. Avarenkasi ham bor akalar, avarenkasi. Mana bu 11.05 akalar. Avarenkasi ham bor daji buni. Bundan tashqari akalar, mana. Bu nima deyapti bu? Orqadan margat qilganga shuni qo'yib yuborasizlar, bo'ldi. Normalni ko'zlab qo'yadi. Keyin yana bitta 11.05lardan farqi tormoz pedallari ikkitalik, har bitta balonga alohida. Bu pavorotlarda katta yordam beradi burilishiga. Bezapasniga bemalol javob beradi. Motor qismi o'sha mana motorimiz tanka motor. Bu motorni hamma yaxshi biladi. Bir yo'q qo'ygan 15 sutka ham o'chmasdan ishlaydigan motorlar mana shu bo'ladi. Keyin mana bu yerda bu natijatchilar bilan jihozlangan. Natijatchilari bor remenda. Bu ham katta plusi. Sakrab ketavermaydi remen. Remen cho'zilishini ham oldin oladi. 11.05larda natijatchil bo'lmaydi. Mana yukladik. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumaniga kelyapti. Traktor polni, bronirованный. Jatkalari, 1,5lik jatkalar, kardanlik jatkalari, silindrlik jatkalari bilan jo'natyapmiz. Frezerlari bor, frezer, plug, jatka hammasi. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammasini chot qilib, zo'r qilib yig'ib beramiz.